super quvvat chiqarib bera olmaydi. Ya'ni super tezkor quvvatni chiqarib bera olmaydi. Faqat kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni Redmi'larda korobkasida chiqarilgan kalla va kabel komplekt bo'lgan quvvatlagichlargina bundan mustasno, ya'ni ular chiqarib bera oladi. Ammo bozorlardan, do'konlardan sotib olinadigan USB portli, ya'ni USB katta portli quvvatlagichlar super tezkor quvvatni chiqarib bera olmaydi. Shu sababli hozirgi yangi chiqayotgan telefonlarda PT kabel chiqmoqda, ya'ni ikki tomoni Type-C kabel mana bunaqa bo'ladi. Korobkasida mana shunaqa ikki tomoni bir xil bo'lgan. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Sho'rchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Odorshoh. Bundan bir 5 oy oldin, ya'ni YouTube'da tayyorlagan videomizda bir 5 oy oldin video tayyorlangan edi. Ya'ni zaryadchilar haqida, zaryadkalar haqida, portlagichlar haqida video tayyorlangan edi. Ya'ni hozirgi telefonlarda, ya'ni Samsung telefonlarida telefonni o'ziga ikki tomonli Type-C kabel qo'shib berilayotgan edi. Bu